Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Mening ismim Bilol, hozir 21 yoshdaman. 26-noyabrda 22 ga to'laman. Bu voqeani diqqat bilan tinglang. Ushbu voqea universitetda mehmondo'stlik yo'nalishida 2-kursda o'qiyotganimda yuz bergan. O'shanda men 19 yoshda edim. Universitetdan 15 daqiqalik masofada binoning 3-qavatida 3 xonali ijaraga uy olganman. Uyni elektrotexnika yo'nalishidagi 3-kurs talabasi Anvar va boshqa guruhda o'qiyotgan Hasan bilan baham ko'rdik. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganimiz uchun ba'zida qizlar bilan gaplashib, aloqada bo'lar edik. Obro' uchun. Esimda 2016-yil 29-noyabrda tug'ilgan kunimdan 3 kun o'tib, kechki 6da ishdan qaytdim. O'sha kuni Anvar bilan Hasan kompyuterxonaga ketishgandi. Men esa uyda yolg'iz edim. Kvartiramning koridoriga kirishim bilanoq xonamning eshigi oldida cho'kkalab o'tirgan qizni ko'rdim. Biroz atrofga qarab, charchagan holda xo'rsindim-da, dedim: "Xonim, siz shu yerda yashaysizmi? Agar kalitingizni yo'qotgan bo'lsangiz, uy egasiga qo'ng'iroq qilishda yordam berishim mumkin." Javobni bir daqiqacha kutdim. U to'satdan turib menga qarab shunday dedi: Hasan shu yerdami? Yengil xo'rsinib bunga aytdim. Hasan do'stlari bilan kompyuterxonaga ketdi. Xohlasangiz ichkarida kutishingiz mumkin. U jilmayib bosh irg'adi. Men esa ikkilanmay eshikni ochib, uni ichkariga kiritdim. Keyin unga o'zini qulay his qiladigan joyda o'tirishini aytdim. U divanni tanladi. Unga ichimlik taklif qildim. U shunday dedi: Hech narsa kerak emas. Men shunchaki Hasan bilan uchrashmoqchiman. Qoshimni ko'tarib undan Hasan bilan munosabat haqida so'radim. U Hasanning sevgan qizi ekanligini aytdi. Hasan haqida bilganimcha, uning uchrashuvga borgani yoki tanishuv hayoti haqida gapirganini hech ko'rmaganman. U bizga faqat 5 yil oldin bir necha oy avval mast paytida bir qiz bilan uchrashganini aytgan xolos. Shaxsiy hayotga aralashkim kelmadi. Hasanga qo'ng'iroq qildingizmi? Meni telefonim yo'q. Bu javobdan hayron bo'lib yana qoshimni ko'tardim. Axir bu 2016-yil-ku. Uning yoshidagi har kim kamida bitta smartfonga ega. Cho'ntagimdan telefonimni olib unga taklif qildim, lekin u rad etib, kutaman deb javob berdi. Men so'radim: "Ishonchingiz komilmi? Ular ancha kech keladi, balki xabar qoldirarsiz." Yo'q, kutaman dedim. Bu qo'pol ohangdan xo'rsinib dedim: "Xonim, charchadim. Kutmoqchi bo'lsangiz unga xabar yuboring." Uning javobini kutdim, ammo u faqat chap tomonga o'girilib derazadan tashqariga tikilardi. Men taslim bo'lib, tez dush qabul qilaman dedim. Dushga telefonimni olib kirib, Hasanga sevgan qizi haqida xabar yubordim. So'ng dushga tushdim. Taxminan 25 yoki 30 daqiqadan so'ng Hasan qo'ng'iroq qildi. Dushdan chiqib kiyinayotganimda uning qo'ng'irog'iga javob berdim. U dedi: "Xabaringni o'qidim. Bu qanaqa yarim hazil? Hozir hech kim bilan uchrashmayapman." Men javob berdim: "Meni laqqillatishyapti shekilli. U seni kutishini va u seni sevgan qizi ekanligini aytdi. U qizni ismini so'radingmi?" Men so'ramagan ekanman. Keyin u mendan qizni tasvirlashimni so'radi. Men unga aytdim. Uzun jigarrang sochli, qo'ng'iroq ko'zli, bo'yi taxminan 1.57 sm, katta to'q ko'k sviter, jinsi shim va qora krossovka kiygan. Qiz haqida aytdim. Buni eshitgach, Hasan 5 daqiqa jim turdi. Men undan so'radim: "Nima bo'ldi?" "Telba sobiq sevgilimmi?" deb kulib, keyin u kutilmagan gapni aytdi. "Yuri, bu qiz u xuddi 5 yil oldingi sevgan qizimga o'xshaydi. U oilasining uyidan sakrab halok bo'lgan edi." Men hayratda jim turib qoldim. Ter bosdi. Meni u dedi: "Unga hech narsa qilma, gapirma. Hozir qaytaman, lekin telefonda tur." U yugurganini eshitdim. Men esa bu hazil bo'lsa kerak deb o'yladim. Sochim ho'l holda hammomdan chiqdim. Qarasam, u balkon panjarasida turardi va Men unga loyiq emasman. shunday deb yig'lardi. Buni ko'rib, telefonni tashlab balkonga yugurdim va unga ichkariga kirishni yolvordim. U menga qarab jilmaydi-da: U hech qachon baxtli bo'lmaydi.
deb sakrab yubordi. Men uni ushlamoqchi bo'lib qichqirdim, lekin iloji bo'lmadi. Qo'rquvdan ko'zlarimni yumib ochganimda pastda hech narsa yo'q edi. Sakragan qiz hech qayerda ko'rinmasdi. Tez orada Hasan hansirab yetib keldi. Meni balkonda ko'rib yaqinlashdi va qizni so'radi. Men unga bo'lgan voqeani aytdim. U yengil tortib, tushlarida uni ko'rishini, ba'zan siluetni ko'rib qolishini aytdi. Bunga sabab qiz sakragan paytida kiygan Hasanning to'q ko'k sviteri bo'lsa kerak. U sviterni qizning onasidan qizning o'limiga 1 yil bo'lganida olgan ekan. Ochig'i, bu voqea haqida nima deyishni ham bilmayman. Hasan hali hech kim bilan uchrashmagan. Bu haqida gapirmaydi ham. Uni so'zlatmadim. Lekin qizning so'nggi so'zlari ko'p narsani anglatardi. U hech qachon baxtli bo'lmaydi. Ha, yana aytgancha, sviter haqida esa Hasan uni qizning qabriga qo'yganini aytdi. Shundan beri u qizni qaytib ko'rmagan ekan. Ha, sizlarga yana bir maslahat, sevganingizni hech qachon tashlab ketmang. Shu tariqa qasos oladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.